Kelinglar mehmonjonlar. Assalomu alaykum Dilfuza opa, yaxshimisiz? Qanaqa? Siz yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr. Tabriklayman. Muborak bo'lsin. Remontlarim hali bitmagan bo'lsa ham bir maqtangim keldi yangi olgan. Qani bir ko'raylikcha, ko'rsating uyingizni. Hovlilari ham kattagina ekan-a? 2 sotuvda joylashgan, 5 ta xonasi bor. 6 ta sanuzelim bor. Keling. Vau. Lyustralarni ham zo'ridan tanlabsizlar-ya. Oshxonaga keling. Zo'r. Mana shu oshxonami? Haqiqiy toshdan qilingan. Vau, Hoffman bытовой texnikalarim. Endi mehmonga chaqirmasangiz bo'lmaydi, bu oshxonada shirin-shirin ovqatlar qilib Xudo bizlarni. xolasa. Suv bilan purlari ham dahshat. Zo'r-ku. Xalatinliklari Lyustrasi ham interyeriga mos tushibdi. Juda ham. Do'q kamerni xalatinliklarim. Havas qildim. Juda ham chiroyli ekan. Qolgan xonalarni ham ko'rsak bo'ladimi? Posуда mo'yish mashinamni ko'rsatmoqchidim sizga. Ulgurmay qoldik, mayli. Zato borligini bildim. Kiring, zalim. Bu uyda faqat tepaga qarab yurish kerak ekan. Chiroyli lyustralar qo'yilgan ekan. To'g'ri. Hamma chiroy menda tepada. Ana, bundoq qaror bo'yingiz olib ketmaydimi? Zato mazza qilasiz tepada qarab. Bu yerda orqa hovlilari ham bor. Spalnalarimni ko'rsataman. Oo. Va nihoyat mana shu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Vau. Shunaqa. Pardani ham hammaga nasib qilsin. aytganingiz Shunaqa uyda. Xonani ham pardani rangiga moslabsiz-a? Yashil. Ranglari alohida tema. Neoklassik usulda hozir eng trendiga remontlardan mana shu. Shunaqa. Mebellarimni ko'ring, hammasi sifatli materiallardan qilingan mebellar. Juda ham chiroyli. Ikkinchi qavatga tushamizmi yo podvalni ko'rsatasizmi? Podvalni ko'rsatib Podvalni ko'ringlar, podvalim. Hali mo'yka qilishga ulgurmadingizmi uyga? Yo'q, hali mo'yka qilinmadi. Juda vaqtingiz ketdi. Juda ham. Mana hali ustalar bor. Bitta cleaning qilsak, chiroyli bo'ladi, xudo xohlasa. yashashga tayyor bo'ladi. Bu yerda sauna. Bu sauna. Da, hali ustalar ishlashyapti. Hali eshigi tayyor emas Ochib ekan. qolamiz. Va, bu yerda basseyn bormi? Da, basseyn. Bu yerda kotelniy. Ichkarini ko'rsatasizmi, operator? Bitta hojatxonasi ham bor. Endi eng qiziqarli joyim mana Suvi borligi ham bilinmaydi-ya. Suvi bor, yo'ligi ham bilinmaydi, lekin suvi bor. Mana hozir suv kunda bitta kalla tashashli. Zo'r. Havas qildim lekin Dilfuza opa, hammaga nasib qilsin. Amin. Hali yangi uy hidi ketmaganda, mana zinalar ham yurishingizga yonib berar ekan lekin. Shunaqa. Dahshat. Ikkinchi etajga ketdik. Aha. Bu joyni kesib tashlaymiz. Короче, ertasi oxirida bu meniki emas edi, sotilyapti deb hazillashdim deb. Unda Lalito'lar xursand bo'ldi. Hamma dushmanlaringiz bugun kuyar ekanda. Mayli, kuyishmasin. Dushmanlarga ham shunaqa uylarda yashash nasib qilsin. Lyustramni qarasangiz-chi dahshatligini. Qancha ketdi bu lyustralarga? O'zi uyga eng ochib bergan narsa menimcha shu lyustralar bo'lsa kerak. Shunaqa. Faqat tepaga qarab yurish kerak bu uyda. Bo'ynim og'rib qoldi. Bu kimning xonasi? Bu master spalna. Vau. Garderobnisi ham bor. O'zini garderobnisi bor. И sanuzeli bor. Balkoni ham bor ekan. Balkonchiki ham bor, ha. Men eng yaxshi ko'rganim mana shu balkonli xonalar bo'ladi. Orzu qilaman mana shunaqa balkonli xona bo'lishini. Chiqib, kofe ichib, yomg'ir tomosha qilib tursangiz ham bo'ladi. Ko'p chiqib bormay faqat bo'ladi. Qolgan xonalarni ko'ramiz. Keling. Menimcha farzandlaringizga xona qilib bersangiz kerak. Shunaqa. Bitta ichkariga chiqishadimi? Sazgina ishlarimiz bor. Sanuzel. Bu yerda ham sanuzeli bor. Zo'r. Детскийga ham даже sanuzel qo'yildi. Qanchaga oldingiz endi bu uyni? Bu uyni narxini oxirida aytsam maylimi? Mayli. Og'zimizni ochirib qo'ysangiz kerak narxini aytib. Yo'q, narxi unaqa qimmat emas. Hozirgi bozor iqtisodiyotiga narxi o'rtacha. Voy, havas qildim. Mebellar, shkaflar hammasi
Materiali sifatli. Juda ham zo'r. O'ta. Endi Bo'ldi. Nima deymiz endi? Pastga tushib gapirsa bo'lmaydi, mashtam. Nima deb gapiring? voy Dilfuza opa, havas qildim u yuzga. Bizga ham nasib qilsin, to'g'rimi? Mana operatorimiz Bu ham uydan yana bitta xuddi shunaqa sotuvda bor. Xohlasangiz olsangiz bo'ladi. 480 ming narxi ketyapti. 480 ming narxi. 2 sotuv, 5 ta xonasi bor, 6 ta sanuzel, 300 kvadrat metr. Hammaga omad, hammaga nasib qilsin. rahmat. Shu qatorda sizga ham. Rahmat. Dugonajon. Aldaganmi?